alaykum. John bizda 2 yoshlik hamshirog'i bor. 2 ta potensial mijozlar abituriyentlik xizmatlarini izlamoqda. Bizning vazifalarimiz qaysi tizimda firmamizga ko'proq mos kelishini hal qilish. Ikki mijozi taxmin qilay bir yaxshiroq boshqaruv modeli, ikkinchisi unchalik emas. To'g'ri, kompaniyaning o'zining safovlik va mavjudligi bilan mashhur. Kompaniyada ba'zi qiyinchiliklar duch keladi. Keling tafsilotlarni tushunib olaylik. Here's Company A. They're compliant, transparent, and have efficient internal controls. Their records are always up to date. And here's Company B. Their governance is questionable, with inconsistent reporting and gaps in internal oversight. Let's compare their practices to make an informed decision. Kompaniyaning men aniq holatda misol ularning moliyaviy hisobotlari aniq va barcha buxgalteriya standartlariga mos keladi. Siz har bir tranzaksiya hisobini ko'rishingiz mumkin. Va ularning ichki nazoratini muntazam tekshiruvlar, vazifalar ajratish va mustahkamlash, risklarni boshqarish tizimida auditorning ishini osonlashtiradi mijozi. Xo'p qarang, bunda hozir bunda endi kompaniyani ko'rib chiqaylik. Ularning hisobotlarini tartibsiz hujjatlar va hamma joyda kelishmovchiliklar bordir. Ular ichki nazoratning yo'qligi bu katta qizil bayroq. Tegishli tekshiruvlar va muvozanatlarsiz ular firibgarlik va moliyaviy noto'g'ri boshqaruvga qarshi himoyasizlik. Agar ular yaxshilanishini xohlasangiz, boshqa xodimlarni butunlay qayta ko'rish kerak bo'ladi. Let's break this down. Financial reporting. Company A is timely and precise, while Company B is inconsistent and error-prone. Risk management. Company A has strong systems in place, while Company B is exposed to significant risks due to weak oversight. Qaysi kompaniya bizning qadriyatlarimizga yaxshiroq mos keladi? O'z navbatida B kompaniyasi standartlariga moslashish uchun katta kuch talab qiladi. Ularning boshqaruv muammolari bizning auditorlik obro'yimizga xavf tug'dirishi mumkin. Oxir-oqibat yaxshi boshqaruv nafaqat rioya qilish, balki ishonchni mustahkamlash va muvaffaqiyatlashni ta'minlashdir. Va shuning uchun A kompaniyasi bizning aniq tanlovimizda ular boshqaruv qanday qilish qiymatni yaratishiga misoldir.